Biz bugun yana xo'jayinimlar bilan ko'chada o'yincha qildik. Uchalamiz har doim boradigan joyimiz, eng sevimli joyimiz Burgersga bordik. Hayron bo'lmanglar, nimaga bular doim faqat chekka boradi, Qo'qonda boshqa yaxshi joy yo'qmi deb hayron bo'lmanglar. Biz ko'p joylardan yeb ko'rdik narsalarni, lekin mani fikrimcha Burgersga Qo'qondagi tegoni yo'q. Bu mani fikrim. Balki bordir man yemagan joylar, lekin man yeb ko'rgan joylardan eng yaxshisi Burgers. Umuman gap bo'lishi mumkin, biz sochniyda maza qilib yeymizda, har safar narsasini. Даже pizzalarini ham sirlari cho'zilib chiqadi, zo'rda. Odamda appetiti ochiladi. Yana ham ko'p joyda lavashini yeb ko'rganman, yog'lar chiqib qoladi, ichidan nimadir bo'ladi yoki quruq bo'ladi. Bularda qanaqadir boshqacha ta'mda, odam yegan sari yegisi keladi. O'yinchamiz qilib bo'lib, lavash yedik. Yana lavashlarimiz yeb bo'lib, men Muhammad Solih tepaga olib chiqdim. Mana shunaqa o'ynagani. Hech kim yo'q ekan. Tepada o'ynashga 2tami 3ta balachalar bor edi, ular ham o'ynab yuribdi mana. Keyin 1-2 marta mana bu yerdan siqonib tushib, Muhammad Solihga to'plari tegib ketdi. Ular qattiq siqonganiga keyin men Muhammad Solihni olib tushib ketdim. Ham ular ko'ryapsizlar, qanaqangi sho'x to'palinchi balachalar ekan. Вообще o'g'lim bechora hayron. Mani o'g'lim uyda rosayam sho'xda Muhammad Solih. Hech kimga gap bermaydi. O'zinikini o'tkazadi uyda, lekin ko'chaga chiqsa yuvosh bo'ladi. Kim ko'chada ko'rsa o'g'limi, voy munchayam o'g'lingiz yuvosh, muncha o'g'lingiz muloyim deb qoladi hamma. Lekin aslida bolami beli umuman teskarisi. Injiq, o'zinikini qo'ygan. Keyin aytdan Burgersdan chiqib, rosayam nechukina emas, pechonye yegim kelib turdi. Xo'jayinim bizga pechonye olib berdilar, olib kirdilar to'g'rirog'i. Xohlaganingizni tanlang dedilar. Lekin men medaviy yegim kelib turdi, zavarnoyli. Uni oldik, zavarnoyli medaviyni oldik, ammo zo'r ancha kengaytirib qo'yibdi. Appetitonni ham mana bunaqangi tortchalar ham qilib beraverar ekan zakazga. Bu menimcha tort emas, просто bezatib qo'yib qo'ygan, lekin zakazni ham qilib berishaverar ekan. Rosayam zo'r, hamma narsalar bor, ko'rsalaringiz appetitlar ochiladi. Aytdan chiqishda keyin appetitodan chiqib korzinkaga kirdik. Uyda sovun, shampun, mayda-chuydamiz tugunda. Ular olib sekin-keyin uyga qaytdik. Qo'qonlilarim, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hali sizlar uchun bundanda qiziq videolar tayyorlaymiz. Albatta bizga obuna bo'lib, kuzatishda davom etinglar va Telegram va Instagram sahifamizga ham obuna bo'linglar.